Dunyo kutayotgan sir ochildi. AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuv tafsilotlari paydo bo'ldi. Smotrich Trampning Eron bo'yicha kelishuvga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda. Rossiya kelishuvga erishishi kerak. Tramp Zelenskiy bilan uchrashuvdan keyin Kremlga murojaat qildi. Rossiyalik biznesmenlar O'zbekistonga oqib kelmoqda. Sarmoya va loyihalar soni rekord darajaga chiqdi. Moskva taqiqladi. Yevropa qabul qilmoqda. Armaniston eksporti uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Dunyo kutayotgan sir ochildi. AQSh va Eron o'rtasidagi kelishuv tafsilotlari paydo bo'ldi. AQSh va Eron Jenevada 19-iyun kuni o'zaro anglashuv memorandumini imzolashi kutilmoqda. Al Arabiya English nashri ushbu hujjat loyihasining nusxasini qo'lga kiritdi. Loyiha 14 banddan iborat bo'lib, quyidagilardan tashkil topgan. Birinchi band: Eron va AQSh, shuningdek, ularning joriy urushdagi ittifoqchilari ushbu hujjat imzolanganidan keyin barcha frontlarda, jumladan Livanda urushni zudlik bilan va butunlay to'xtatadi. Tomonlar bundan buyon bir-biriga qarshi dushmanning harakatlarini qilmaslik majburiyatini oladi. Bir-biriga kuch bilan tahdid qilishdan yoki kuch ishlatishdan tiyiladi. Yakuniy kelishuv ushbu va qolgan bandlar qoidalarini tasdiqlaydi. Ikkinchi band: Eron va AQSh bir-birining suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini hurmat qilish majburiyatini oladi. Shuningdek, bir-birining ichki ishlariga aralashishdan tiyiladi. Uchinchi band: Eron va AQSh eng ko'pi bilan 60 kun ichida muzokaralar o'tkazishi va yakuniy kelishuvga erishish majburiyatini oladi. Bu muddat o'zaro rozilik bilan uzaytirilishi mumkin. 4-band: AQSh memorandum imzolanishi bilan zudlik bilan dengiz blokadasini bekor qiladi. Eron Islom Respublikasiga qarshi har qanday aralashuv yoki to'sqinliklarning oldini oladi. Maksimal 30 kun ichida dengiz qatnovini to'liq tiklaydi. Kemalar qatnovi hajmi Eron uchun urushdan oldingi darajaga mutanosib bo'lishi kerak. 5-band: Eron memorandum imzolangach, Fors ko'rfazidan Ummon dengiziga va aksincha yo'nalishda savdo kemalarining harakatini zudlik bilan tiklash choralarini ko'radi. Qatnov 30 kun ichida urushdan oldingi hajmga yetkaziladi. 6-band: AQSh o'zining mintaqaviy hamkorlari bilan birgalikda Eronni qayta tiklash va iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha har ikki tomon kelishgan har tomonlama rejani yaratish majburiyatini oladi. Bunda kamida $300 milliard miqdorida moliyalashtirish ta'minlanadi. 8-band: Eron hech qachon yadro qurol ishlab chiqarmasligini yana bir bor ta'kidlaydi. Eron va AQSh boyitilgan materiallar taqdiri va yadroviy sohaga oid boshqa barcha masalalar, jumladan Eronning yadroviy ehtiyojlari yakuniy kelishuvda munosib tarzda hal qilinishiga kelishib oldi. 9-band: Eron va AQSh yakuniy kelishuvga qadar mavjud holatni saqlab turishga kelishib oldi. Eron o'z yadro dasturida amaldagi holatni saqlaydi. AQSh esa Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etmaydi va mintaqadagi o'z kuchlarini kuchaytirmaydi. 10-band: AQSh memorandum imzolanganidan keyin va sanksiyalar bekor qilinadigan kungacha AQSh Moliya vazirligi Eron xom nefti, neft-kimyo mahsulotlari hamda ularning hosilalari eksporti uchun ruxsatnomalar berish majburiyatini oladi. 11-band: AQSh yakuniy kelishuv sari muzokaralar muvaffaqiyatidan kelib chiqib, Eronning muzlatilgan yoki cheklangan mablag'lari hamda aktivlari blokdan chiqarilishini va to'liq taqdim etilishini ta'minlash majburiyatini oladi. 14-band: Yakuniy kelishuv BMT Xavfsizlik kengashining majburiy kuchga ega rezolyutsiyasi orqali tasdiqlanadi. Reuters manbalarining ma'lum qilishicha, kelishuv doirasida Eronga investitsiya kiritish uchun $300 milliard xususiy fond tashkil etiladi. Hozirda bu mablag'ning yarmidan ko'pi shakllantirib bo'lingan. Smotrich Trampning Eron bo'yicha kelishuviga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda. Livan hududidan chiqib ketish bo'lmaydi, na juma kuni, na juma kunidan keyin. Biz Isroil mudofaa kuchlarining Livanda to'liq harakatda ekanligini saqlab qolamiz, dedi Isroil moliya vaziri Bezalel Smotrich. Smotrich AQSh va Eron o'rtasida tayyorlanayotgan kelishuvni Isroil va butun erkin dunyo uchun yomon bitim deb atadi. Uning fikricha, Eronga bosimni kuchaytirish Tehronga o'z kuchlarini tiklash imkonini beradi. Vazir Isroil Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun kurashni mustaqil ravishda davom ettirishini va Livanda Hizbullohga qarshi operatsiyalar to'xtatmasligini ta'kidladi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Rossiya kelishuvga erishishi kerak. Tramp Zelenskiy bilan uchrashuvdan keyin Kremlga murojaat qildi.
Tramp Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan uchrashuvni juda yaxshi deb baholadi va mojaroni tugatishga yordam berish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishini bildirdi. Uchrashuv davomida Zelenskiy Trampga Rossiyaning Kiyevdagi Pechersk Lavra majmuasiga uyushtirilgan hujumi oqibatlari aks etgan suratlarni ko'rsatgani aytilmoqda. Yevropalik diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Tramp ushbu hujumni ma'qullamagan va suratlarning namoyish etilishi muzokaralar nuqtai nazaridan muhim ta'sir ko'rsatgan. Zelenskiy Reuters agentligiga bergan intervyusida Ukraina uchun asosiy masala havo mudofaasini kuchaytirish ekanini aytdi. Shuningdek, u Rossiya hukumatini muzokaralar stoliga qaytarish maqsadida qo'shimcha sanksiyalar masalasi ham muhokama qilinganini ma'lum qildi. Yevropalik diplomatlar uchrashuv konstruktiv ruhda o'tganini bildirgan. Ularning fikricha, Rossiya frontda mudofaa holatiga o'tmoqda va jang maydonidagi vaziyat avvalgiga qaraganda Ukraina foydasiga o'zgarib bormoqda. Shu bilan birga diplomatlar Tramp Rossiyaga qarshi yangi Amerika sanksiyalarini joriy etish masalasida aniq majburiyat olmaganini qayd etgan. Yevropa davlatlari esa aynan shu masalada Washingtonning qat'iyroq pozitsiyasini kutmoqda. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Ukrainaning pozitsiyasi mustahkamlanayotganini bildirib, G'arb davlatlarini Kiyevni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga chaqirdi. Rossiyalik biznesmenlar O'zbekistonga oqib kelmoqda. Sarmoya va loyihalar soni rekord darajaga chiqdi. Rossiya biznesi O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida faoliyat yuritmoqda. Umumiy sa'y-harakatlar natijasida ish o'rinlari paydo bo'lmoqda va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish ko'paymoqda. Bu haqda O'zbekistonda bo'lib turgan Rossiya hukumati raisi Mikhail Mishustin 17-iyun kuni 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisidagi nutqida aytib o'tdi. Rossiya biznesi respublikaning deyarli barcha hududlarida mavjud. Biz umumiy sa'y-harakatlar samarasini ko'rmoqdamiz. Ish o'rinlari paydo bo'lmoqda. Xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarish ko'paymoqda. Rossiya hukumati ham O'zbekiston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga intilmoqda, deydi Mishustin. U muhim tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash uchun qo'shma investitsiya platformasi ishga tushirilganini qayd etgan. Alkogolsiz ichimliklar va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ishlab turgan zavodning ishlab chiqarish va logistika quvvatlarini kengaytirish bo'yicha pilot loyihaga moliyaviy yordam berildi. Platforma orqali uni amalga oshirish uchun mablag'larning 4dan 3 qismi jalb qilindi, deydi u. Uning alohida urg'ulashicha, Rossiya O'zbekiston iqtisodiyotidagi yetakchi investorlardan biriga aylandi. Investitsiyalar umumiy hajmi 4 trillion rubldan oshgan. Bu yerda 3000 dan ortiq mahalliy korxona faoliyat yuritib, 150 ga yaqin yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqda. Ularning umumiy qiymati 4 trillion rubldan oshadi, deydi bosh vazir. Unga ko'ra, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi sanoat kooperatsiyasi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Buning uchun zarur infratuzilma shakllantirilmoqda. Biz birgalikda buning uchun zarur infratuzilmani yaratmoqdamiz. Jumladan, qo'shma texnoparklar tashkil etish. Ular allaqachon Toshkent va Jizzax viloyatlarida faoliyat yuritmoqda. Aprel oyida Navoiy shahrida sanoat parki ochildi, deydi Mishustin. Moskva taqiqladi. Yevropa qabul qilmoqda. Armaniston eksporti uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Yevropa komissiyasi Armaniston iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash uchun favqulodda choralar ishlab chiqmoqda. Bu choralar Rossiya tomonidan Armaniston tovarlariga qo'yilgan cheklovlar ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Bu yordam Armaniston eksporti uchun bosh tariflarini pasaytirishni ko'zda tutadi. Bu haqda manbalarga tayanib Financial Times xabar berdi. Ikki manbaning so'zlariga ko'ra, bojlarni kamaytirish Rossiya importini taqiqlagan taxminan 20 toifadagi tovarlarning aksariyat qismiga daxldor bo'ladi. Tegishli takliflar yaqin haftalarda rasman taqdim etilishi mumkin. Ularni tasdiqlash uchun Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ko'pchiligining roziligi talab qilinadi. Nashr manbalari Armaniston tovarlari eksporti bilan bog'liq bir nechta muammolarni ham qayd etdi. Masalan, Armanistondan konyak importining ko'payishi fransiyalik ishlab chiqaruvchilarga yoqmasligi mumkin. Bundan tashqari, tez buziladigan mahsulotlarni tashishda ham qiyinchiliklar bor. Armanistonning dengizga chiqish yo'li yo'qligi logistikani qiyinlashtiradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.